Qanaqadir do'stlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz doimgidek videomizga bir donagina like bosing. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringizda Buxorolik akalar bo'lsa, Buxoroda ajoyib holatda turgan, yangi remontdan chiqqan, dokumentlari bor, motorlari %100 qilingan tayyor holatdagi korobkalar va ham dahshatli zo'r turgan bitta texnikani ko'rsataman. Buxoro viloyati Peshku tumanida ekan, traktor soz holatda, dokumentlar bor aytgandek, balonlari o'rta holatda yaxshi, bir kalitga zavod bo'ladi, yurib turgan texnika. Motor yaqinda remontdan chiqqan, 6 oy bo'ldi. Narxini realniy oluvchilarga biz Texnika bozorim kanal ishqi bozori uchun 20 million qilib qo'ydik. Siz 93 kod bilan 375 59 92 qisqa telefon raqamiga mana shu traktor egasiniki telefon qilib Texnika bozorim kanalidan ko'rib chiqyapmiz. Aka narxini kelishtirib beringiz, nafaqat 20 million, balkim undan da kamga beradi. Albatta Texnika bozorim kanali sizlar uchun sara texnikalarni topib qo'yadi. Agarda bizni Buxoro viloyatidan kuzatayotgan bo'lsangiz, Buxorodan omad deb yozib ketinglar. Ozgina bo'lsa da mehnatimizni qadrlagan holda. Xo'p, bu traktorimiz haqida ma'lumot berishdan oldin bitta pauza qilamiz, like bosamiz va e'tibor berib qarangchi, agarda Texnika bozorim kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, qadrdonlarim, bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. Ko'pchilik akalarimiz nafaqat bunaqa texnika, bundan da saralarni ko'rish uchun bizni Telegram kanalidan kuzatyapti. Buni men Telegram kanalimning oxirgi postlarga joylab qo'ydim. Xo'p, qadrdonlar, Arion 630 bunaqa texnikadan juda ham ko'pchilikni akalar so'raydi. Shu uka, shunaqa texnikadan chiqarib tur, ko'proq chiqar olmoqchiman deb. Arion 630 sotiladi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r. Motor deysizmi, korobka deysizmi, zadnimost deysizmi, balon deysizmi, hech qayerga hech qanaqa kluch tegmagan, ochilmagan hech qayeri. 7700 soat ishlagan, xolos yurib turgan texnikamiz. Xo'p, qadrdonlarim, telefon nomer qoldiraman: 94 301 35 70. Qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Albatta narxini akamiz o'zi aytadi. Biz davom etamiz. Xo'p, qadrdonlarim, ko'pchilik akalarimiz izohlarda qoldirgan. Biz qanaqa texnika qoldirsanglar, o'shanaqasini chiqarishga imkon qadar harakat qilamiz. Texnika bozorim kanali sizlar uchun harakatdan to'xtamaydi, qadrdonlarim. Albatta mehnatimizni qadrlagan holda o'z fikringizni qoldirib, omadingizni yozib ketasiz degan umiddaman. Qadrdonlarim, MTZ-80 dan ko'pchilik so'ragan, bilaman. MTZ-80 traktor sotiladi. Namangan viloyati Uychi tumanidan ekan. Bu texnikamiz o'sha Namangandan ekan. Xullas, telefon raqami 95 592 89 99. Qadrdonlarim, men bu texnikani Telegram kanalimizning oxirgi postlarga joylab qo'ydim. Narxi, yili, xullas hamma ma'lumotlarni olib. Xo'p do'stlar, bor ma'lumotini beraman. Balonlari yaxshi holatda 50%, motorlari yaxshi, bir kalitga zavod bo'ladi, yurib turgan texnika. Korobkalari yaxshi holatda turibdi. Olasiz va mazza qilib nasib akamiz qoldirgan. Xullas do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, albatta Telegram kanalimdan ma'lumotlarni topish mumkin va shu yerda yozib ketasiz, qanaqa texnika chiqaraylik kelgusi videolarda. Hammasi Texnika bozorim kanalida sizlar uchun. Xo'p, qadrdonlarim, ko'rib turgan texnikamiz albatta hamma biladi. Ekskavator, ko'pchilik qidirayotgan texnika. Ekskavator texnikalarimizdan ko'pchilik akalarimiz qidirib yurgan ekan. Izohlarda ekskavator saralardan qimmatrog'idan, yaxshirog'idan ko'rsating uka deb izohlarda qoldirganlar uchun ekskavator sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holat a'lo darajada. 11600 soat ishlagan, xolos. Narxi $7500. Manzil Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida ekan. Xo'p, qashqadaryolik akalar, izohlarda fikringizni qoldiring. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Narxi $75000 bo'lgan bu texnikamizga nomer qoldiramiz: 88 505 0022. Qadrdonlarim, ko'pchilik bunaqa texnikadan so'rab yozgan. Biz Telegram kanalimizning oxirgi postlariga joylab boramiz. Albatta bizni kuzatishda davom eting. Dex 225 LCA brendiga tegishli. Davom etamiz qadrdonlarim, qani ketdik. E'tiboringizda Gazel sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Metan 450 talik qo'yilgan, uzunidan holati zo'r vashim. Zavodskoy Bartavoy motor, korobka mos zo'r, Ramagaz 53 risollari bilan moslashgan, usilenniy qilingan. Xolos akalar, texnika soz holatda, tayyor holatda, korobkalar vashim zo'r. Mana motor qismlari, motorlarda umuman atkasligi yo'q deb takamiz. Uzuni 5 metr, eni 2.10 ekan, orqa nimasi. Xullas, Damas Labo 2026 Largusga ham barter bor ekan. Realniy oladiganlarga tan narxi 7 million, uzr do'stlar, $7500 ekan. Srochni sotilar ekan. 97 580 13 11 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Qiziqqanlarga manzili Andijonda ekan. Bekorga bezovta qilmagan holda iltimos qilamiz, realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar, akamiz sizlar e'tiboringizga mana shu texnikani chiroylisidan
ko'rsatadi. Xullas do'stlar, ekskavator LH sotiladi. Qadrdonlarim, uzr so'raymiz. Albatta bizda kamchiliklar ko'p. Endi reklamalarni kankillatib yuborib, ma'lumotlarni endi bera olmaymiz. Ozmoz adashmovchilik bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi, ozroq texnik xatoliklar bo'ladi. Buning uchun albatta uzr so'rab qo'yamiz. Sababi qadrdonlarim, Texnika bozorim kanali sizlarning e'tiboringizga sara texnikalarni ko'rsatish uchun tinimsiz harakatda. Buning uchun omad so'zini yozib keting izohlarga. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videolarda sara texnikalarni chiqarishimiz uchun kerak bo'ladi shunchaki omad so'zi. Qadrdonlarim, e'tiboringizga ekskavator LH680BM ko'rsatmoqchiman. Srochniy sotilarkan akamiz aytish bo'yicha 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sostaniyasi turishi yaxshi holatda turgan ekan. Narxini 310 million qilib beraman. Realniy oladiganlarga 300 million, 300 milliondan kami ham bor albatta. Xo'p, 99 480 79 99 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan akamiz. Realniy oladiganlar iltimos qilamiz, aloqaga chiqinglar. Ya'ni bekorga bezovta qilmagan holda aloqaga chiqsanglar bo'ladi qadrdonlarim. Endi ko'pchilik ekskavator deganiga ekskavatorni yaxshisidan chiqazib o'tib ketdim. E'tiboringizda 2019-yilda ishlab chiqarilgan X-Mac brendiga tegishli bitta pakochik ko'rsaman. Ko'pchilik pakochik ko'rsat uka, ko'rsatmayapsan deb yozayotganlar ko'p ekan oramizda. LF300FN brendiga tegishli o'sha X-Mac brendini LF300FN degan so'midan ekan menimcha adashmasam, ko'rib turganingizdek. Holati zo'r, ishlab turgan texnika 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Realniy oladiganlarga $18,000. Agarda kelib texnikani savdolashsa, undan ham kami bor deb akamiz qoldirgan. Telefon raqami 97 488 69 29 telefon raqamlari ekan. Yurgan masofasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. 26.6 qo'yilgan. 122.296 menimcha 122.296 bir kurukdan oshgan bo'lsa kerak yurgani. Xullas qadrdonlarim, buni texnika pakochik haydaydigan akalar tushunadi. Shu yerda bitta pauza qilib yozib ketasizlar qancha yurganini. Xo'p qadrdonlarim, shunaqa pakochikdan yana bittasini ko'rsataman. Pakochik sotiladi X-Mac. Bu ham LF300FN. Xullas rechak 1.8 kubalik, 1.8 kubalik 3 tonna yuk olar ekan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Motochasi 6000 ekan. Holati yaxshi, ya'ni holatda turibdi. Narxini realniy oladiganlarga 240 million so'm qilib beraman deblar akamiz va balon holatlarini bitta ko'rsataman. Balon holatlari vobshe yaxshi holatda turibdi desa ham bo'ladi. Xo'p, aloqa uchun telefon raqamlari 99 787 1011 94 551 1011. Qadrdonlarim, videomiz oxirlab boryapti. Iltimos qilamizki, videomiz so'ngidan bir donagina texnika bozorim kanaliga o'z laykingizni bosib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va iltimos qilamiz, ana shu yergacha bizni tomosha qilib kelgan bo'lsangiz, izohlarda fikringizni qoldiring. Kelgusi videolarda qanaqa texnikalar chiqaraylik.